Xudodan qaytsin hammalarga kasalda dilni og'ritib, kasallarni qiynab yurganlar. Hurmatli hamkasblar, o'rtoqlar, iltimos, azospermiya bilan og'rigan bemor o'zi yuragi to'la dard bo'ladi-da, hamma ishni qilishga tayyor bo'ladi. Sizlar nima desanglar shuni qilishga tayyor bo'ladi-da. Ba'zi bir qo'sh tirnoq ichidagi doktorlarimiz, androloglar, xirurglarimiz aqllilik qilib teza qilganmiz. Johnson shkala bo'yicha 5 turibdi. Johnson shkala 5. Genetika tekshirganmiz. Karyotiv norma sog'lom bo'lganligi uchun, genetikasi toza bo'lgani uchun tezaga olganman. Teza operatsiyasidan oldin ozgina stimul qilganmiz. O'zi teza stimul qilmasdan turib, prosta bemorni birinchi teza qilib, Johnson shkalani histologik tahlilni qilib, keyin uni baliga qarab 7 baldan meni ustozlarim o'rgatgan Moskvada 7 dan past bo'lgan bemorni qiynamalaring degan. Chunki u yerda atipiskiy kletkalar o'sib, rivojlanib, rak bo'lib ketish ehtimoligi bor deb tushuntirishgan. 5 Johnson shkala 5 balga men X deyman. Men hech narsa qila olmayman. Chunki men hali birorta Johnson shkala 5 yoki 4 yoki 6 holatda teza qilib повторный urug' chiqqan bemorni ko'rmadim. Agar ko'rsam, o'sha fikrim o'zgaradi. Lekin agar bo'lsa shunaqa bemor, yuboringlar, men bitta ko'ray, men o'sha fikrlashim o'zgaradi reski. Lekin Johnson 5 bo'lgan bemorni borgan o'sha doktorga, bitta ikkitasiga borganda, "Sani oldin varokatsiya qilish kerak" debdi. Insofing bormi? Varokatsiyani bu narsaga aloqasi yo'qligini o'zing juda yaxshi bilasan-ku. Yana bittasi nima debdi? "Sani oldin stimul qilish kerak edi, keyin yana qayta topshirish kerak edi." Qayta topshiradimi? Topshirmaydimi? Oxirgi taqdiri finali boradigan finish chizig'i teza, mikroteza operatsiyasi bo'ldi. Azospermiyada tezada urug' chiqsa bayram, tezada urug' chiqmasa gistologiya. Gistologiya 7 baldan past bo'ladigan bo'lsa hech narsa qilib bo'lmaydi. 7 dan tepa bo'lsa stimul davom ettirib, u boladan qayta urug' olish harakat ko'riladi. Ba'zi doktorlar unaqa qilibdi, bunaqa qilib, cho'rni PR qilib, o'ziga cho'rni PR qilib, bir o'zidan teparoqdagi uruvendagi doktorni yomonlab, bemorda qarshi, bemorda tibbiy savod yo'q, u fundament yo'q, u mushohada qila olmaydi, mulohaza qila olmaydi. Kim nimasi shunga ishonib ketaveradi. Ha, seni mana bu onang deb so'kdi desa, borib o'shani bir mushurib keladigan bemor shunaqa holat xarakter bo'ladi. Chunki u tushunmaydi u. Doktor nimaga unaqa qilyapti? Men haromdan qo'rqaman, Xudodan qo'rqaman. Harom menga yuqmasligini ko'pchiligiga aytganman. Men buni hayotimda juda ham ko'p sinab ko'rganman. Menga o'sha holat kerak emas. Tinchgina Xudo bergan o'zimni shu bilimimni, ilmimni ishlataman, undan ziyodga kuchim yetmasa qo'limni ko'taraman. Mana men degan milliarderlar, mana men degan millionerlarning o'g'li urug' nol hech narsa qila olmay yuribdi. Mana men degan milliarderlar urug' nol, bolasi yo'qlar bor. Alloh bermasa bandasi hech narsa emas. Faqat Xudodan qo'rqib, to'g'ri qilib, vijdonini, nafsini, iymonini sotmasdan, har narsani pulga taqavermasdan, kasalga to'g'ri o'xot qilib, to'g'ri maslahat berib, to'g'ri yo'nalish qilib berish kerak. Bemorni o'zi ko'ngli yarim bemorni qiynab, azob berib, pulini olib, bir narsa terapiya chiqdi deb tibbiy terminni pulga sotadigan doktorlar qo'shtirnoqdagi ko'p. Insofinglarni o'zingizlarga bersin. Xudodan qaytsin hammalarga kasalda dilni og'ritib, kasallarni qiynab yurganlar.